shu sohalardan bittasi pul sohasini ham din o'rgatgan. Alloh Qur'oni Karimda bizni haloldan topib tirikchilik qilishimizga buyurgan. Ya'ni halol rizq yeyish farz va o'sha farzni topilishiga sabab bo'ladigan ish farz bo'ladi. Bu degani pul nima bilan topiladi? Shu erkaklar uchun farz bo'ladi. Hunar bilan topiladi. Ilm, buxgalterlikka o'qiydi, agronomlikka o'qiydi, misol. Yo qanaqadir, yo taksismi, qassobmi, endi nima bo'lsa ham. Pul topish farz. Uni halol topish ikkinchi farz. Shuning uchun pul halol bo'lishi uchun birinchi o'rinda halol kasb tanlash kerak. Kasblarda haloli bor, kasblarda haromi bor. Masalan, o'g'irlikni kasb qilganlar bor. Ishi o'g'irlik. Bu harom kasb. Peshana teri qiladimi? U o'g'irligidan sadaqat qiladimi? Farqi yo'q. Harom kasbda hech nima rol o'ynamaydi. Niyat yaxshi bo'ladimi? Qo'y-so'y mahallaga tarqatadimi? Farqi yo'q. Harom kasblardan yana bittasi qimorbozlar bor, kasb qilgan, o'g'rilar bor, kasb qilgan. Xo'p, keyin insonlarga zarar beradigan narsalarni olib kelib sotadiganlar bor, kasb qilgan.